Ishsiz fuqarolarga subsidiya ajratish boshlandi. Videoni oxirigacha ko'ring va bu haqida batafsil bilib oling. Ishsiz fuqarolarga subsidiya va sud ajratish uchun arizalarni qabul qilish boshlandi. Demak, subsidiya bu qaytarilmaydigan mablag' sud esa foizsiz qarz hisoblanadi. Arizalar test sinov rejimida quyidagi 3 ta yo'nalish bo'yicha qabul qilinadi. Birinchisi, urug'lik va ko'chat sotib olish uchun subsidiya 1,125 ming so'mgacha bo'lgani miqdorida. Ikkinchisi, migratsiyadan qaytgan fuqarolarga, qishloq xo'jalik kooperativlariga usta fondi kirish uchun subsidiya 3,750 ming so'mgacha bo'lgani miqdorida. Uchinchisi, kambag'al oila a'zolariga zarur asbob-uskunalar sotib olish uchun suda 18,750 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda ajratiladi. Mazkur mablag'lardan foydalanish uchun quyidagi talablar mavjud. Birinchisi, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan yoki kambag'al oila reyestriga kiritilgan oila egasi yoki a'zosi bo'lishi. Ikkinchisi, ishsizlar reyestrida ishsiz deb e'tirof etilgan bo'lishi lozim. Arizalar onlayn mahalla platformasi orqali yuboriladi. Video izohida esa ushbu havolani qoldiraman. Mazkur videoni ana shunday subsidiya yoki sud olish niyati yurgan tanishlarga yuborib qo'yishni unutmang.